ishlatgan SPF'larimga 1 dan 10 gacha baho beraman. Birinchi o'rinda Floresan SPF, bunga 10 dan 5 baho beraman. Nimaga deganinglarda yuzinglarda oq bo'lib qoladi. Qanaqadir ajoyib hidi bor, menga yoqmagan. Plyajlarga, shunga o'xshagan joylarga ishlatsa bo'ladi. Ikkinchi o'rinda bu mana shu SPF. Bu SPFga 10 dan 6 baho beraman, chunki yuzni nihoyatda oqartirib yuboradi va yog'lilashtirib yuboradi. Lekin kecha yaqingacha ham ishlatayotgan edim, shuning uchun 6. Uchinchi o'rinda bu Lagom SPF. Buni o'zim sotib olmaganman, o'rtog'im sovg'a qilgandi, lekin menga juda ham yoqdi. Teksturasi, qanaqa qilib yotib berishi va quyoshdan himoya qilishi, bunga 10 dan 9 baho beraman. Uchinchi o'rinda Beauty of Joseon SPF. Bu SPFga 10 dan 10 baho beraman. Quruq yuzlarnikini ham, yog'li yuzlarnikini ham adashib ketib olganman. Ikkovi ham rosa ham zo'r. Teksturasi, quyoshdan himoya qilishi, yuzingizni juda ham oqartirib yubormasligi menga juda ham yoqadi. Va 4-o'rinda eng yaxshi ko'rgan SPFlarimdan bittasi Round Lab SPF. Bunga 10 dan 10 baho beraman va har doim o'zim ishlataman va hammaga maslahat beraman. Meni yuzim quruq, shunisidan ishlataman. Hammaga tushib ketaveradi aslida, lekin yog'li yuzlarga boshqacha seriyalari ham bor. Bu SPFlar haqida birinchi qism edi. Ikkinchi qismini kutinglar va obuna bo'linglar, like bosinglar. Sog' bo'linglar.